Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 29-iyun haftani yakshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatmoqdamiz. Bu Qo'qonda bozori emas. Bu shu Boboshbek bozori Qo'qonda bozoriga yaqin. Bir 10 kilometr, 10 kilometr yo'l masofasi bor. Qo'qonda bozori bilan bu bozorning o'rtasida. Tepadagilarni nech pul dedingiz? 10 ming so'mdan. Donaga ham sotasizmi? Donaga nech pul? Dona pachka 10 ming so'mdan ekan, tepa qatorlari. Pastdagilari? Pastdagilar ko'ylak ishtonlar 15 mingdan. 15 ming so'mdan ko'ylaklar anaqa ishtonchalari ekan. Materiali nima edi buni? Jatka. Birigilar muslimam deydi, shunaqa materialda. Yo'q, u boshqachalar. O'xshaydi ekan lekin. Biz ham so'rab ketyapmiz, endi hali tushungan odamlar o'zi nima qilib olaveradi. Donaga pachkaga narxi bir xil. Pastdagisi necha yoshga tushadi? 6 yosh. Mana resetkalar. 6 yoshga tushar ekan. Bunaqa ko'ylaklarimiz bor ekan. 6 yoshga. 8 mingdan. Mana bu ko'ylakchalar 8 ming so'mdan ekan. Telefon nomerlaring bormi? Nechilik? Nomerlari 88lik 027 0693 ga telefon qilinglar. Mahsulotlar kerak bo'lsa, o'zingiz ishlab chiqarasiz. Yaxshi.